Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun chiqarilgan holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Men qozonlarni aytyapman. Qozonlar qaranglar. 6 litre bo'ladi qozonimiz. 4 ta nasatkasi bo'ladi. Moldiki, qo'ydiki, bug'doy dikmakkaniki. Mana buni qarang. Jiguli Mahaviy zakaz qilsa qo'yib beramiz buni. Jiguli Mahaviy buni mis motor bu. Oriol motor, mis motor. Jiguli Mahaviy zakaz qilsa 2,400,000 so'm bo'lib qoladi. Bundaqa Mahaviydan zakaz qilsa 2,300,000. Keyin endi alyumin motorimiz, Samara alyumin motorimiz mana 8 litre bu ham. Mana qarang. 8 litre. 32 ta pichog'i bo'ladi. Jami 32 ta pichog'i bo'ladi. Malaka o'ylar bilan Samara motorimiz. Endi buqa motor, yangi chiqdi bu motorimiz ham. Bu pichoqlar sal kamroq bo'ladi, lekin 8 litre buni ham. Keyin mana chiqarilgan holatlari. Mana bu bedani qaranglar. Bu esa beda press. Bu farq qaranglar, farq chiqarilgan holati bu o'zi. Mana bug'doy ko'payib qoladi. Obunachilar ko'raverasizlar mana. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ashatda nomerlarga.